kelganda ancha mazam yo'q edi. Gardonlarim kalta edi, qorinlarim shishi bor edi. Oyoqlarimda vahshiy shish bor edi. Mana hozir oyoqlarimda vahshiy shish qolmadi. Bemalol oyoqlarim bukilyapti. Mazza qildim, kelinglar foyda topasizlar ekan. Shunda ostilarim balchiq suv ekan. Shular hammasi bir kunda tarqadilar ekan. Baraka topsinlar. Bemalol kelaveringlar qo'rqmasdan. Xolamlar kelishlari o'sha bugun 3-4 muolajamiz. Kelganlarida holatlari salomatliklari, ya'ni tana salomatliklari juda ham og'ir edi. O'zlarida harakatlarida nafas siqishlari bezovta qotgan edi. Oyoq og'ruvlari, umuman qimirlashga o'sha hollari qolmaganida olib kelishuvdi. Kelmayman deb kelganlar o'zi. Kelmayman deb kelganlar mana o'zlari yurib, o'zlari kelib muolajalarni olib ketyaptilar. Katta yoshlilar bilan ham ishlaymiz, bemalol kelsanglar bo'ladi. Bemalol kelaveringlar. Mazza joninglar kiradi. Rahmat xola, qilib duo o'qiysizlar lekin. Rahmat kattakon, yana kutib qolamiz.